kunda yurtimiz bo'ylab 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun keng miqyosda nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan bizning tuman Mingbuloq tumanida ham axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan chellenjlar, she'riyat kechalari hamda suhbatlar o'tkazilmoqda. Bundan 36 yil muqaddam, ya'ni 1989-yil 20-oktyabrda biz o'zimizni tilimizga, o'zbek tilimizga davlat tili maqomini berishga erishdik. Vazirlik hamda xalqaro miqyosda ham o'zbek tiliga bo'lgan e'tibor kundan kun kuchaymoqda. Aholimiz orasida ham chet tildan kirgan so'zlarni o'zbek tilidagi muqobilini ishlatish urfga aylangan. Bu ham bizni o'zbek tilimizga, o'zligimizga, milliyligimiz hamda qadriyatimizga bo'lgan e'tibor namunasi hisoblanadi. O'zbekiston xalqini bugungi ayyom o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'zbek tilimiz Allalar sehrida jonimga singgan, naslim aks sadosi joni dilimsan. Men borman, sen borsan, boridir o'zligim tanitgan ona tilimsan.